Assalomu alaykum. Otajonim bilan onajonimni mana yangi kameraga syomka qilyapman. Toshkentdan olib keldik. Dadajon, yaxshi niyatlarni bildiring. Shahbozom juda o'zimga o'xshaydi. Mana shu bolaligimga yangi narsa desa albatta shuni olaman, ishlataman deyardim. Mana birinchi konditsionerda ham nima bo'lsa maqtanishga yo'maydi. Birinchi men o'zim olib keldim. Xudoy nazar rahmatli sababchi bo'lib uyiga ko'rib. Shuning uchun doimo mana ot izini to'y bosar dedi. Suratkashlik ham qilganman, elektrik ham bo'lib ishlaganman olim aka bilan. Mana qarang, mana farzandim bugun mana kasbini tanlab hayotda kam bo'lmayapti. Yaxshi narsa olib keldi. Bu ham jurnalistga yaqin narsa-da. Shunma Canon degan eng zo'ridan olib uzoq yillar xizmat qilsin. Bu faqat el xizmatida mehnatini orqasidan topyapti shuncha narsa. Rahmat. Avvalo ota-onani shunday e'zozlagani uchun barcha farzandlarimga, xususan Shahbozjonga katta minnatdorchilik bildiraman. Kelim bilan qo'shcha qarsin. Farzandlari ko'p bo'lsin, Shohsanamjonning umri uzoq bo'lsin, kelajagi porloq bo'lsin, raqiblar so'rolasini davom ettiradigan ajoyib aqlli, farosatli qiz bo'lsin. Bizning niyatimiz shu, yaxshi kunlari ko'p bo'lsin, otamni ham topganiga, umriga, rizqiga Alloh barakat bersin. Mana shu olgan video kamerasi uzoq yillar elda xizmatda bo'lsin, elda xizmatda bo'lsa yaxshi. Shuning uchun doimo el e'zozida bo'lgan bundan keyin yaxshi kasb tanlagansan. Kasbing orqali mana baraka topyapsan. Halolliging uchun, rostgo'yliging uchun yasha. Elga, jamiyatga foyda teganda men faxrlanaman. Shunday farzandlarim bor. Sizlarning orqalaringizdan-da. Hech qachon seni el e'zozi tark etmadim. Doimo elda yaxshi kunda xizmat qilavergin. Rahmat. Endi so'zim davomida Zumradxon Usmonova davom etiraman. Men tug'ilgandan keyin Osmonova bo'lganlar. Usmonova bo'ldi. Rahmat dadajon. Allohimga behisob shukrlar bo'lsin bizga shunday ajoyib farzandlar bergani uchun. Mana ikkita qo'sh qanotimiz Shahbozjon bilan Shohjahonjon. Bugun Shahbozjon kelib bizani xursand qilib mana rasmlar olib o'tgan ekan. Otajon o'zini yaxshi orzulardan bittasi erishibdi. O'zi istagan kamerani olibdi. Chunki bu xalqqa xizmatga yuribdi. O'zini ishidan rozi bo'lsa, xalq rozi bo'ladi-da. Shuning uchun ham ana shu kamerasi yaxshi kunlar xizmat qilsin. Odamlarning to'ylarini yaxshi bir chiroyli qilib o'tkazib bersin. O'zi ham kelinim bilan qo'shib qarasin. Siz aytgandek Shohsanam qizim ham katta qizlar bo'lib, dadasini yordamchisi, onajonisini yordamchisi bo'lsin. Bizdan ukalari ko'p bo'lsin. Nimaiki niyatlarimiz barchani erishaylik ilohim. Hamma sog' salomat bo'lsin jonim. Yashaylar. Yana bir marta kasb-koringga, topganingga, umringga rizqing barakat etsin. Oilangiz baxtli, sog'-omon bo'lgin. Ishlaringga, kasb-koringga Xudo baraka bersin. Mana el e'zozida bo'lish tark etmasin. Amin. Biz duodamiz bolajonim. Allohu akbar. Qadrlasang ota-onangni, Alloh siylar baringni. Men juda xursandmiz. San nanam, Shohjahon ana hammasidan yashaylar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Katta rahmat. Sizlarning duolaringiz orqali-da. Allohga shukrona aytamiz. Shunday farzandlar oqil, tarbiyali, halol farzandlar ato etgancha. Ikkinchi onangga mana shunday ona eng ulug' inson deydi. Nima so'raganlarda payg'ambar kimga yaxshilik qilay deganlarda 3 bora onangga, so'ngra otangga deganlar. Hech men ko'rmaganman hayotda kimdir ota-onasini qariyalarga tashlaydi, kimdir pensiya oldizmi deb muttaq bo'lib yashaydi. Alloh shulardan asradi. Xudoga shukr, o'zlaringizni kasblaringiz bor, mehnatlaringiz orqali obro' topyapsizlar. Kasbingga yana bir marta baraka bersin. Yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin. Mana bugun 2-3ta to'ying bor. Mana shu to'yda ham olqish olib, hurmat olib kelavergin. Yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin. Bundan keyin mana shu doimo el e'zozida, el xizmatda bo'laver. Amin. Allohu akbar. Yashaylar. Shu onajon, dadajon, sizlarning duolaringizni qanotida shu narsalar erishdik. Xudoga shukr, o'zi aytganingizdek, hozir biz boy odamlarimizda sababi ota-onam yonimga turibdilar. Mana shu narki kameramni olib kelganimda ham gapirtirganman dadam. Siz ikkovlaringiz eslasangiz erpiyda. Shu kompyuterga olib qo'yganman, aynan. Tarixiy voqealar Shunday. Yaxshi yutuqlar erishurgin bolajonim. Rahmat onajon. Yutuqlarga erishganda biz ham yoningda bo'laylik. Yashaylar. Shu duolaringiz panoh. Katta rahmat sizlarga onajon. Charchamanglar. Xo'p. Yaxshi kunlaring ko'p bo'lsin. Rahmat. Bundan ham zo'rlarni o'rgan. Shunday, Xudo xohlasa. Nasib bo'lsa, bundan ham zo'rni olib kelgan paytim yana sizlardan intervyu olay birinchi bo'lib. To'ylardan yaxshi kayfiyatni o'tkazdik. Yashang. Rahmat. Sovg'alar olib kelding. Qo'li ochiq boylardan san xursandman. Yashang. Chunki hozir o'sha saflarga qo'shilding san ham. Yashang. O'sha so'raganiga qarindoshlar bor. Unda yaxshi balla so'rab turadi. Biz ham shundaymiz. Yashaylar. Sog' bo'ling.
Rahmat. ishlaringga omad yo'l bo'lsin. Baraka topinglar. Sog' bo'linglar.